Salom do'stlar. Sizlar bilan men yana Dilsafarman. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Dream Liga Soccer 2026 o'yinlariga, ya'ni yangi boshlaganlar qilmasligi kerak bo'lgan 10 ta xatolarni aytib o'taman do'stlar. Chunki hozir men sizlarga yangi o'yinchilar eng ko'p 10 ta xato qiladiganlarni ko'rsataman. Ya'ni bularni qilmasligi kerak bo'lgan 10 ta xatolarni aytib o'taman. Eng yomoni, men ham Dilsini yangi boshlaganimda shu xatolarning bir nechtasini qilganman do'stlar. Xo'sh bo'lmasa endi ko'p gapirib o'tirmasdan videoni ham boshlaymiz. Bo'lmasa videomizni boshlashdan 1 minut oldin yana bir og'zimcha bir gap aytib o'taman. Videomizga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying va bizda Telegram kanalimiz ham bor, mana ekraningizda chiqadi. Bu yerda har hafta konkurslar bo'lib o'tadi va Dilis haqidagi yangiliklarni bemalol bilib olishingiz mumkin. Telegramdagi lupachaga Dream Liga Arena deb hammasini katta harfda to'g'ri yozsangiz chiqib keladi. Dream Liga Arena 2026 deb yozsangiz bemalol chiqib keladi. Qani bo'lmasa videomizni boshlaylik do'stlar. Birinchi xato tangani darrov kuchli futbolchilarga sarflash do'stlar. Sizlarga tanga beradi. Shu yangi boshlaganda shu birinchi tanga qo'lga tekkanda yangi boshlagan odam transfer marketga kiradi, yaxshi futbolchilarni ko'radi va voy zo'r futbolchi ekan deb, masalan, Nico Williams va Fabian Ruiz keladi. Endi shunchaki misol qilib aytamiz. Bularni zo'r futbolchi ekan deb darrov tangasini ishlatib yuboradi va uni sotib oladi. Lekin bu har doim ham to'g'ri emas. Avval jamoangizga qarang. Sizga aynan qaysi pozitsiya kerakligini aniqlang do'stlar. Xo'sh bo'lmasa, endi masalan, hujumchingiz yaxshi bo'lsa, yana bitta hujumchi olishdan ko'ra himoyani kuchaytirish foydaliroq deb o'ylayman. Mana shu yerda agar sizning himoyangiz bo'troq bo'lsa, oddiycha ko'k yoki oq futbolchilar bo'lsa, ularning o'rniga ko'k futbolchilarni olib himoyangizni kuchaytiring. Agar hujumingiz zo'r bo'lsa, qoidani eslab qoling. Tanga bor ekan deb sarflash kerak emas, kerak bo'lsa sarflash kerak. Xo'sh, endi ikkinchi xatoga o'tamiz do'stlar. Bizni ikkinchi xato faqat overga qarab futbolchi tanlash. Ikkinchi xato shu, futbolchi tanlayotganda faqat umumiy reytingga qarash degani bu. Masalan, ikkita futbolchi bor. Endi bittasining overi balandroq, lekin sizga kerakli statlari past. Masalan, mana bu Kylian Mbappe, buni bosh bilan o'ynash yomonroq, lekin uni bitta stati shu CTRS, ya'ni tackling, ya'ni to'pni olib qo'yishi statlari sizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni uni shu tomoni yomonroq. Ya'ni misol uchun bir aytadigan bo'lsak, Nico Williamsning pasi va zarbasi yomonroq, ya'ni CTRS ham qo'shimchasiga yomonroq bo'ladi. Ikkingisini aytadigan bo'lsak, ikkinchisining over biroz pastroq, lekin statlari, ya'ni lekin speed, acceleration yoki shooting kabi kerakli statlari ancha yaxshi. Ya'ni uning o'yin uslubi sizga yoqadi. Masalan, Fabian Ruizni aytadigan bo'lsak, uning staminasi, pasi va to'pni kontrol qilishi yaxshiroq ekan va uning 189 santimetr, ya'ni 1,89 santimetr ekan bo'yi. Sizga qaysi birini olishingiz kerak? Pozitsiyaga qarang mana bu yerda. Va siz seta olayotgan bo'lsangiz, hujumchi olayotgan bo'lsangiz, shooting, speed, acceleration va strength, ya'ni kuchi, zarbasi, tezligi juda ham muhim. Xuddi Mbappega o'xshagani sizga kerak bo'ladi. Himoyachi olayotgan bo'lsangiz, seta olayotgan bo'lsangiz, uni defendingi, uni himoyasi, to'pni olib qo'yishi, kuchi, tezligi sizga juda muhim bo'ladi. Masalan, uni misol uchun Virgil van Dijkni aytaylik do'stlar. Uni qaranglar, to'pni olib qo'yishi juda baland, tezligi ham normalniy darajada do'stlar, lekin kuchaytirilmagan holatda ham juda zo'r. Lekin biz kuchaytirilgan holatda 88 lik, yana eng yaxshiroq holatda u. Demak, over baland degani hamma narsasi yaxshi, demak komandaga bitta o'zi yordam bera oladi degani emas do'stlar. Uchinchini aytib o'tadigan bo'lsak, hamma coachni darrov ishlatib yuborish do'stlar. Bu jamoani katta maydalashga, ya'ni sindirishga olib keladi. Mana bu yerda qo'lingizga coach beradi do'stlar, baribir o'yin Dilisni boshlaganingizda shu coachlarni birdaniga ishlatib yubormang do'stlar. Uchinchi xato shu coachlarni tartibsiz ishlatishi. Yangi akkauntda qo'lingizga coachlar darrov ishlatib yuborasiz, lekin keyin kuchli futbolchi olganingizda coachlarim qani deb qolasiz do'stlar. Kuchaytirgishlarim qani deb qolasizlar. Yangi futbolchini baribir kuchaytirasiz do'stlar keyin baribir. Shuning uchun upgrade, ya'ni kuchaytirishdan oldin qilishdan o'ylab ko'ring. Bu futbolchi uzoq vaqt skudimda, ya'ni listimda o'zimni tarkibimda ishlatamanmi deb agar javob yo'q bo'lsa, resursni bekorga sarflamang. Hozir sizda mana bu yerda oddiy qaysi futbolchi desak ekan, mana Kvara bor. Sizning asos tarkibingizda, lekin men Ure seriyasida turadi. Asos tarkibingizda Kvara bor. Lekin bu yerda sizga Kylian Mbappe kelib qoldi. Lekin siz coachingizni barini Kvaraga ishlatib yubordingiz. Shuning uchun yangi futbolchi, ya'ni o'zingizga yoqqan futbolchi kelishini kuting do'stlar. Shundan keyin coachlarni ishlatishingiz mumkin. 4-xato. Stadionni butunlay e'tiborsiz qoldirish. Shu ko'pchilik men stadionga nimaga tanga sarflashim kerak, men futbolchi olaman deydi, lekin jamoani
rivojlantirish masalasini ham hisobga olish kerak. Shuning uchun balandroq rivojlanish strategiyasiga ega bo'ling. Faqat squad, ya'ni anaqa list tarkibi emas, butun klubni rivojlantiring do'stlar. Mana bu yerda bitta men stadionim full to'g'ri, lekin ammo bu yerda training sentrlari past. Ya'ni mana bu accommodation center juda ham hech nima, ya'ni 5 yulduzdan yarmi ham to'lmagan, birining yarmi ham to'lmagan, commercial center ham hech bir yarim to'lmagan, fan zone, ya'ni muxlislar joyi ham umuman to'lmagan do'stlar. Shuning uchun bularni barini kuchaytirib o'tish kerak. Shuning uchun boshdan oxir rivojlanish strategiyasi bo'lsin do'stlar, yana bir marta aytib o'taman va butun klubni rivojlantirish kerak. 5-xato. Bitta formatga yopishib qolish kerak emas. Masalan 4-3-3 yoqib qoldi. Mana masalan menga juda ham yoqadi sxema 4-3-3. Bo'ldi, endi har qanday raqibga 4-3-3, lekin har bir squad va har bir o'yin uslubiga bir xil formation mos kelavermaydi. Agar qanotlaringiz kuchli bo'lsa, qanotlardan foydalaning. Mana bu yerda bu qanotlar, mana qanotlaringiz kuchli bo'lsa, qanotlardan foydalaning. Agar midfield, ya'ni yarim himoyangiz kuchli bo'lsa, yarim himoya taktikalari formationdan foydalaning. Agar formationni o'z futbolchilaringizga moslang do'stlar. Har bittasini o'zingizga moslangan darajada qo'yishingizni tavsiya beraman. 6-xato, sprintni doim bosib yurish do'stlar. Bu sprint degani mana bu do'st, hozir ko'rsatib beraman. Treyning matchga kiramiz. Mana treyning matchda mana faqat mana B ni bosib yurish do'stlar. Mana B ni bosib yurishni ham juda katta mana bosilyapti. Men hozir buni qo'yib yurmasdan B ni bosib ketaman. Mana hozir ko'rsatib beraman buni. Hozir bo'ladi. Mana do'stlar, hozir. Mana qaranglar, mana low kick, ya'ni bu mana shu buni bosib ketsam futbolchi ham tez yuradi, lekin sprint ham bossa o'ziga yarasha bularning sabablari, ya'ni zararlari ham bor do'stlar. To'p oldimi, yana sprint bo'ladi do'stlar. Ya'ni B o'zimizda dilischasiga aytganda B ni bosish aytyapman, lekin doim B ni bosib yurish to'pni nazoratini yomonlashtirishi mumkin. Yana bir marta aytaman buni. Ba'zi vaziyatlarda sekinroq yurib, raqibni kutish va keyin tezlikni oshirish ancha foydali bo'ladi. Shuning uchun sprintni doim bosib turiladigan tugma emas, uni vaziyatlarga qarab ishlatish kerak do'stlar. Endi 7-xatoni aytib o'tadigan bo'lsak, himoyachini behisob yugurtirish. 7-xatoda himoyada faqat to'pga qarab yugurish. Raqib to'pni oldi, siz himoyachini darrov uni ustiga yuborasiz do'stlar. Buni hamma bilsa kerak. Darrov ustiga yuborasiz. Raqib esa bitta pas bilan sizni aldab o'tib ketadi. Yaxshiroq usul ba'zan himoyachini pas yo'lini yopishga ishlatish, raqib qayerga pas berishini oldindan taxmin qiling do'stlar. Himoyada faqat to'pga emas, raqib futbolchilarining harakatiga ham qarab o'ynash kerak do'stlar. Shunda foyda ham keladi sizning tarkibingizga va o'zingizning klubingizga ham g'alabalar kelishi mumkin. Shunday aqlni ishlatib o'ynash kerak do'stlar. 8-xato aytadigan bo'lsam, zaxira futbolchilarini umuman ishlatmaslik do'stlar. Match davomida, o'yin davomida, ya'ni futbolchingiz charchadi, lekin siz yana biroz o'ynayver deysiz. Masalan, bu yerda men o'yin davomini o'ynayapman. Kylian Mbappe juda ham charchadi masalan. Uni joni charchagani va oxirgacha kelib qoldi do'stlar. Lekin men uni o'rniga Vini bor, Alexander Sorloth va Takefusa Kubolarni umuman tushunmayapman. Lekin Mbappelarni ham tushirish kerak do'stlar. To'g'ri, ularni o'ynatish kerak, ammo faqat uni joniga qarash kerak do'stlar. Charchagan bo'lsa tezligi past bo'ladi, shundan keyin jarohatlanadi, keyin 30 ta olmosga yana uni davolash kerak bo'ladi. Shu etib eng asosiy futbolchingiz jamoani tark etishi mumkin jarohat olib. Ayniqsa o'yin oxirida tezlik va stamina juda muhim bo'lishi mumkin. Bo'ladi 90-daqiqalarda, 89-daqiqalarda. Shuning uchun zaxirada kamida kerakli pozitsiyalar uchun alternativ futbolchilar bo'lishi kerak. Zaxira shunchaki joy to'ldirib turadigan futbolchilar emas. Ular juda ham muhim bo'ladigan futbolchilar ham bor bo'lishi mumkin. Endi 9-xatoga ham keldik do'stlar. Olmoslarni o'ylab o'tirmasdan sarflash do'stlar. Menda hozir ko'rib turganingizdek 180 ta olmos bor ekan. 9-xatoni aytib o'tadigan bo'lsam, tanga bu olmos bu tanga emas do'stlar. Shuning uchun uni yanada ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. Biror narsani sotib olishdan oldin o'zingizdan so'rang, bu menga hozir haqiqatan ham kerakmi deb. Agar kerak bo'lmasa, saqlab turganingiz ma'qul. Masalan, misol uchun aytaman, mana bu yerda Nico Williams bor bo'lsa, sizni tarkibingizda bundan zo'r futbolchilar bor, lekin uni tezligi sizga yoqib qoldi do'stlar.
uni olmosingizni ishlatib, uni men 1 haftada yig'olmasam kerak yoki 2 kunda yig'olmasam kerak deb uni 50 ta olmosni ishlatishingiz mumkin do'stlar. Bu ham katta zararga olib keladi va olmosingizni birdaniga ketib qolishiga olib keladi do'stlar. Shu mayda-mayda mayda-mayda shu olmoslarni ishlatish ham katta jamoaga katta sindirish, ya'ni olib kelishi mumkin, olmoslarni yo'q bo'lishi mumkin. Agar kerak bo'lmasa saqlab turganingiz ma'qul. Keyin kerakli joy chiqib qolsa tanga yetmay qolishi mumkin bo'ladi do'stlar. 10-xatoga ham keldik. Bir matchda yutqizib qo'ydingiz. Yutqizib o'yin usulini o'zgartirmaslik bu. Va nihoyat 10-xato do'stlar. O'yinda yutqazdingiz. Keyingi matchda yana xuddi o'sha narsani qilasiz do'stlar. Yana yutqazasiz, keyin dilingiz yomon o'yin ekan deysiz. Lekin bu aslida juda katta xato bo'ladi. Aslida esa xatoni topish kerak. Raqib sizni qanotdan yengyaptimi, markazdan hujum qilyaptimi, siz uni hammasini o'rganib olib, ikkinchi o'yinda yoki ikkinchi taymda hammasini o'rganib olib, keyin o'zingiz uni taktikalarini bilib olib hujum qilish yana yaxshiroq bo'ladi komandangizga. Siz juda ko'p to'p yo'qotyapsizmi? Har bir mag'lubiyatdan keyin har bitta xatoni aniqlab, keyingi matchda tuzatishga harakat qiling do'stlar. Xo'sh bo'lmasa, agar DLC26 ni siz yangi boshlagan bo'lsangiz, akkauntingiz hali 5 lik yoki 7 lik bo'ladigan bo'lsa, mana shu 10 ta xatodan uzoqroq yuring. Keyin mana shu uzoqroq yursangiz, mana shu akkauntingiz yaxshi bo'lib, birdaniga kuchaydi, olmoslaringiz hammasi joyingizda bo'lib, faqat g'alabaga olib kelaverasizlar. Karyera degan joyni ham bemalol tugatasiz do'stlar. Mag'lubiyatsiz, ya'ni yangi boshlaganlar uchun bu. Eng muhimi tangani o'ylab sarflash. Futbolchini faqat over bilan tanlamaslik, ya'ni reytingi bilan, coach va gemlarni behuda ishlatmaslik, formation va taktika bilan tajriba qilish va eng asosiysi har bir o'yindan nimadir o'rganish. Agar shu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying, kommentariyaga esa yozing. Keyingi videoda DLC26 da yangi boshlaganlar uchun yana 10 ta pro maslahat beraymi yoki boshqacha mavzuda video olaymi? Shuni kommentariyada ham yozib qoldiring. Agar qiziq bo'lgan bo'lsa, hamma narsaga like bosib obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Hammangizga xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar.